siz xavfli guruhdasiz. Agar sizda qandli diabet kasalligi mavjud bo'lib va siz yilda 3-4 marotaba endokrinolog tekshiruvdan o'tayotgan bo'lsangiz, zinhor kardiolog eshigining tagidan o'tib ketmang. Chunki sizda bevosita yashirin kechuvchi kasalliklari mavjud bo'lishi mumkin. Izoh sifatida aytishim mumkinki, qandli diabetdan kasallangan bemorlar ko'pincha shikoyat bildirishmaydi. Ya'ni ularda ba'zida qon bosim me'yorida ham bo'lishi mumkin. Yurak sohasida og'riqlar kuzatilmasligi ham mumkin. Lekin birlamchi tekshiruvdagi EKGdagi o'zgarishlar, ekokardiografiya tekshiruvi natijasida va analizlardagi o'zgarishlar buni teskarisini ko'rsatadi. Va bu jigardagi, buyrakdagi holatlar esa bu kasalliklarning qay darajada ekanligini ko'rsatib berishi mumkin. Shuning uchun siz bevosita bu kasallikka chalingan bo'lsangiz, 1 yilda 2 marotaba kardiolog ko'rigidan skrining tekshiruv holatiga qarab o'tib turishingiz kerak bo'ladi. Chunki bittada ko'tarilgan qand miqdori bevosita tomirlarning jarohatlashi natijasida aterosklerotik jarayonlarning zo'rayishiga olib keladi. Bu videoni saqlab oling va qandli diabeti bor bemorlarga ulashib qo'ying.